O'tkir aka, nimaga kayfiyatingiz yo'q? Umuman yashagim kelmayapti. Juda katta qarzim bor. Agar bugun olib bermayotgan bo'lsam, meni jo'q qo'yaradi. Xo'p, qancha? $270. Voy, shuni ham o'ylaysizmi? Mana telefonim. Sotib qarzingizni to'lang. Men nima deb o'ylayapsan? Yelkangda g'ururim bor. Sen telefon sotib beradi o'ylayapsanmi? Aka, qimmatroq olib qolaring, 90 million-ku. O'zim telefonni ayol kishi ishlatgan. Nima? Ayollarda avaylab ishlatganman-da. Kodi nechi? Kodi nechi? Rahmat O'tkir aka, kuzatib qo'yganingiz uchun. Mayli, uyingizga ko'raring. Birorta ko'rpacha yo'qmi? Mayli, yotib turishimga bir-ikki. Nima qilasiz ko'chada yotib? Kvartiram pulini to'lalmaganga chiqarib berdi-da. Hozir bir minut. O'tkir aka, mashina sotib to'lab oling. Tushunmadim. Telefonimni olganimga sen nima deb o'ylayapsan meni? Meni borki yelkangda g'urur. O'tkir aka, men sizni bilaman-ku. Oling. Nech pullarga ketyapkan-a? O'ylay agar borki shunday vijdonim qiynaladi, lekin borki majburman-da. Yelkangda g'ururim ham, aka nima qilyapsiz deb beryapti, lekin hali yaxshi ketadi. Aka, qimmatroqga olib qolasiz-da? Albatta qimmatroqni olib qolamiz. Nima dersan, men senga qayerga olib bilasanmi? Skopka zolota o'z, minometrodagi. Agar tilla sotmoqchi bo'lsang, mana shu eng qimmat narxlarda oladi. Agar tilla olmoqchi bo'lsang ham skid narxlarda olasan. Xo'las, ikki tarafdan men foydali-da. Marhamat, aka. Mayli, qolganini o'zim topolman. O'tkir aka, yo'l kiramga 40 ming berib turing. O'zi balki oldindan ko'nglim sezdi. Meniki 40 ming. Men bilan pul uchun gaplashayotgan biluvdim. Oldin qaytib yaqinlashib, tushundingmi? Nima? Bergan narsalarimni qaytarib bering unda. Hazillashyapman, ey. Men jo'g'atishdan yomon qo'rqasan, ha?